Agenti bor. Bizning mahallamiz bankimizga ham 4 ta mahalla biriktirilgan. Atako'l, Sardoba, Allon, Begona mahalla. O'sha Begona 4 ta mahallaga biz kreditlar beramiz. Bizdan tashqari hokim yordamchisining o'zining krediti bor. Uni xabarlaringizni uni ham tushuntirib o'tiraman. Shu nima bo'layotgan bo'lsa, o'zimiz Agrobank tomonidan berilgan kreditlar 12 millionlik kreditimiz bor. 12 milliongacha 4 yillik 48 oyga 6 imtiyozlar bilan xotin qizlarga 23%, erkak kishilarga 25%dan 6 imtiyozlar plasga tushirib beriladi. Kafillaringiz bo'lsa kafil bilan o'tadi, kafillaringiz bo'lmaydigan bo'lsa sug'urta bilan o'tadi. Keyingi kreditimiz mahalla loyihasi deyiladi, 50 million so'mgacha. 50 million so'm kreditimizning muddati 5 yil, imtiyozi davri 2 yil, u ham plasga tushadi. U ham 30% shunday, erkaklarga 25%, xotin qizlarga 23% begotasi bilan. Keyin 302 sonli nimamiz bor, kreditni prezident qarori bilan beriladigan 100 million so'mgacha bezavod 300 million so'mgacha beriladi. 100 million so'm boshqa qismiga zavod beriladi. Bu xususiy korxonalarga, tadbirkor bor, ro'yxatdan o'tgan yuridik korxonalar, do'konlar, ishlab chiqarishlarga beriladigan kreditlarimiz bor. Hokim yordamchisi beriladigan kredit bor. Bizlardan berilmaydi, hokim yordamchisi tavsiyanomasi bilan mikrokredit bilan xalq bilan beradi. Uni foiz arzonroq, imtiyozli kreditni 12,5%. Shuni sana 12,5 bizga 12,5%. Jismoniy shaxslarga 33 million, yuridik shaxslarga 100 minimalgacha bo'lsa, hozir shunday hokimlardan tomonidan. Mana shu produktlarimiz bor. Mana shu produktlardan kimlarga qanday tushunmovchilik bo'lyapti, yo sizlarga shu kreditdan qanaqasidan kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Hujjatlarni sochilsangiz, mana yozib olamiz hozir. Nazoratga olib, ijobiy hal qilishga harakat qilamiz. Shundan Salim aka bilan gaplashdik. Salim aka bizniki hujjatlaringizni oldik. O'g'lingizmidi? Nimasi keldi? Necha million? 40 millionmi? Qabul emas. Kimdan boshlaymiz? Siz qaysi mahalla? Begona. Necha pul o'zi tanishtirsangiz? Necha pul kirdi? 12 million. Sug'urta kafil. Siz bolangiz hal bo'lgan, sug'urta bilan bo'lgan, o'zi javob kelgan. Hal bo'lmagan kimniki bu? Hal bo'lmagan. Tushunmovchilik bu nima bo'lgan? Apa yo'lidan ixtiyor ekanki, sizga ham o'zi hal bo'lib, kafil kerak emas deyaptilar. Kafillik boshqa bo'lmaydi. Yo'lingiz kafil kerak emas. Kimda ish hal bo'lmayapti, to'xtab qolgan joyi bor. Ya hujjatlarni topshirmoqchi. Iskamoni? Kafil. Kafil qaysi mahalla? Allon mahalla. Necha pullik kafil? Kafil bilan o'tgan. Endi tasavvurlarimiz oylik shaqimiz bor, isrof o'tmasa taxlab bersa yaxshi bo'ladi. Kim olib shuni ism-familiyalarni? Timurov Sherali. Timurov Sheralini bir marta biza tashlab ko'rdik. Kafil bilan tashlab ko'rdik. İpoteka uyini kreditini to'ladim. Tundasayman dedi. Bir oylik nimasi bor? Muammo o'tamiz. Shundan. Muammosi o'tamiz. Agar qarz yukingiz yuqori yoki kredit tarixingiz yomon bo'lsa, nima bo'ladi? Yana kimdan nima masalalar bor? Qo'shimcha bank haqida tushuncha bo'lmasa, plastik ochganmanmi? Ochdim. Plastik ochmaganlar bo'lsa, bugun kelganlar qo'yiladi. Plastik ham ochib ketdi, birdan imzolattirib. Aloqa bankda plastik bitmaydi. Yo'q, aytmaman, o'zini plastigi yo'q. Bu o'lcham aloqa bankda ochgan plastik bor. Uni blokировка qilamiz. Aloqa bankda shunga ko'rsatib tursa. Keyin qarang mana bu. Endi mana birinchi o'shtiryapti-ku, misol. Ishchi boshqarma birinchi plastik mana bepul berilyaptimi shu? Yo'q, pullik unga. Byudjetda ishlovchilarga bepul. Siz qarang, bu ish